Toshkentda yuk mashinasi urib yuborgan 22 yoshli kuryer vafot etdi. Kecha 15-fevral kuni Toshkent shahrining Chilonzor tumanida Hover rusumli yuk mashinasi velosipedchini urib ketishi oqibatida u vafot etdi. Bu haqda poytaxt yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilishicha, soat 18:00 larda Chilonzor yo'lining Tixay, Chorbog' ko'chalari kesishgan chorrahasida Hover rusumli yuk avtomobili hamda bir yo'nalishda harakatlanib ketayotgan 2004-yilda tug'ilgan shaxs boshqaruvidagi velosiped bilan to'qnashishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida velosiped haydovchisi olgan tan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish ikkinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida avtobus va velosiped o'rtasidagi to'qnashuv sodir bo'lgandi. YTH ortidan velosiped haydovchisiga shifokorlar tomonidan birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan.